xonasini, 2 kishilik xonasini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shundoq kiraverish bo'ladi. Eshikni yopamiz. Bu yoqda shkoplar, o'zingizlar narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Sifal, seyf. Shkop ko'p ekan lekin. Bu ham shkop. Xolodilnikisi, saqaton suvlar bor ekan ichida. Mana xonaning o'zi. Voh. Juda chiroyli. Did bilan nafis. Devishilkalar ham bor ekan ilib qo'yishga. Restoranlarni qaranglar, qanaqa qizuvlarni qo'yishibdi. Juda chiroyli. Bular ham juda yaxshi ekan. Oyoq kiyimlarni bu yoqqa addinglar qo'yib qo'yasizlar. Menga juda yoqdi bor-ku. Pardalarni ham oddiylari emas. Yaxshisi. Voh. Bu 2 kishilik xonamiz edi. Hozir endi buni sanuzlar ham bor. Buni ham ko'rsataman. Hop. Sanuzlar kiraverishda. Ochdinglar. Wow. Juda jamil. Kengina bandiy xalatlargacha boring. VIP ga o'xshaydi. VIP dan qolishmaydi. Juda zo'r. Menga yoqdi. Endi 4 kishilik xonasini ko'rsataman.